fokslar qotding kelinglar. Bizlarni bilasanmi, sen kim olganimizni? Biz bozlarmiz. Bizlarga pul berib olmasa sen otib tashlaymiz. Nimaga hozir mayli. Hozir ozgina aytdi bilan bizni loq qila olaman deysanmi? Sen qancha dohot olishingni bilamiz bizlar. No, mayli mana. Kechirasizlar. What the fuck? Mana bratim. Heppe. Bersan babo. Mana bratim. Короче, o'zingiz olasizlar. Mana sizlarga. O'zinglar olaylar, shundaylar. Men ketdim короче. Bu hoziroq bermasang ertaga o'ldiraman. Mayli bratim, ertaga beraman. Bo'ldi короче bizni. Anaga aytishimiz kerak militsiyasiga. Biza bu militsiyachi ham. Assalomu alaykum bratim. Qalaysan? Miko? Endi rahmat. Bitta problem ishga bo'lib qolgan dedi. Nima ishga? Yerda bitta kiberlar mayli anaqalar bordi. U yerda bir boss deymi? Ismlari nima? Bitta 3 ta odam bor. Bittasi qora kiyimli, bittasi oq kiyimli, bittasi bitta kiyimli edi-da, o'shalarni o'ldira olasizlarmi? Yo'q, biz o'ldira olmaymiz. Sizlar o'ldira olmaysizlarmi? O'zi yomon odam ekan. Mayli, bitta bir do'stlarim bor edi, o'ldirib tashlaydi-da do'stim. Okay. Alo do'stim, qalaysan? Yaxshiman do'stim, qalaysan? Короче, bitta ishkal bo'lib qolganda-da, o'shanga yordam bera olasanmi deb qilyotgandim. O'sha yordam bera olasanmi? Nima ishkal ekan? Qani bizga bitta ayt. Короче, bunaqa ishda men bitta varaqqa borgandim-da, qishloqning eng chekkasi bor-ku, ana daraxtlar, tog'lar bor. Ha, o'shacha. Ana chap tarafdagini. Ana shu yerda bitta banditlar bor, ko'p ekan. Men bossman dedi. Bossi doxotlaringni ber dedi menga. Bir stak 50 ming berdim-da. $50 turishim bilasanmi o'zi? Endi ber dedi-da, yonida 3 ta odam bor. Nima 3 ta? O'zi ular ko'rayli. Qara, короче, bittasi qora kiyimli edi, o'rtasida bittasi oq kiyimli edi, bittasi yana bir bolali kiyim edi. Uni o'ldira olmayman-da lekin. Tupishda odamni o'ldira olmaysizlarmi? Endi kuch ko'p bilasanmi? Qayerda hozir turibdi hali? Mana, короче, men uni qila olmayman. Mana. Bitta judayam zo'r do'stim bor edi, hozir o'shani taqaman. Kachok mujik bo'ladi. Nima bo'lishiga qaramay o'ldiradi. Okay. Qalaysan do'stim? Qalaysan? Короче, bitta ishkal bo'lib qoldi-da. Qanaqa?
bitta boss deganlar meni o'ltiryapti. Kunda dohodlarimni olyapti, pullarimni olyapti. Aha. O'shani o'ldirish kerak, короче. Katta. Chap qo'l yoqda ana mebel do'koni bor-ku, mening do'konim. Ha. O'sha yoqda ana daraxtlar bor-ku, o'shalarning orqasida banditlar bor. Banditmi? O'zi kimlar ular? Короче, o'rtasida qora kiyimli, chetida oq kiyimli. Bo'ldi, unda o'zim o'ltiraman. Sen de uxlayver, o'zim ertalab o'ltiraman. Magaziningdan olib turaman unda, xo'pmi? Narsalarni. Xo'p. Yaxshi, rahmat. Qo'ydim do'stim, bo'ladi. Ahror, молодец do'stim. Kamron, молодец do'stim. O'zi juda mujik. Endi bitta uxlaylikchi, ertaga pulam to'lamayman, dohodam to'lamayman. Okay. Ovozim to'g'ri o'laydi. Do'stim uxlayotgan bo'lish kerak. Do'stim, boramiz hozir. Ana shu yerda edimi? Yo'q-ku hech kim. Mamakan. Yo'q, qurilib. Bitta odamlar keldi, qara. Короче. Urmang. Ey. Damn. 19'dayım bittim. Do'stim yapar berayda hozir. Men shunchaki korda o'tirmayman. Uyga tashlab ketaman, o'zi oladi. Tak. Kim bu? Mazzaga uxlayotgan edim. Endi mana hozir yuz qo'llarimni yuvib olaydi. Uyquni ham belga tepdi-yu bu. Kim bo'lsa ham. Mana chiqdim. Shuncha pul yo'q yotdimi? Yo'q, ana pulni. O'zi tezroq yugurib chiqmamda, yugurib. Mana ketibam qopti, unga pulni bermoqchi edim. Endi hozir qilib boraydi. Alo. Qalaysan? Kamronbek, qalaysan? Ana pullarni tashlab ketibsan, men senga bermoqchi edim-ku. Ana 19 ta izomroddan 50 talikni olib qolaversan, olib qolavermaysanmi? Endi ularning oldinda turibdi ekan, sanashib o'tiribdi ekan. O'shani oldindan kaptonman. Men ham ahmoqman-da. Tezroq turishim kerak edi. Mayli do'stim, bo'ladi. Давай. Okey do'stlar. Bitam bu endi debdi-yu. Yo, bandit. Sen ananing yordamchisiman, sen bu yoqqa o'tvar, xo'pmi? Bu yoqda hech kim. Sen boss deganni mafiyasini, o'shamiding sen? Nima de, o'y. Ha, o'shaman. Bossingga borib bora, Mayli, uni biz o'ldirdik. Men seni hozir o'ldiraman. Yo'q.